Assalomu alaykum do'stlar, hammanglar omonmisizlar? Kvartira, domlar olyapsizlar, yer uylar olyapsizlar, uni dang'illab solyapsizlar. Endi sizlarga aynan shu ishinglarga mos ushbu bunday aytganda kuchenniy garnitur deydimi? Shu narsani qaranglar ko'rsatgani. Endi men keldim. Bu ya'ni bu reklama emas. Bu o'zimizni uyimizga qilingan ya'ni narsa bo'ladi. Buni shaxsan o'zimga yoqqanligi uchun do'stlar sizlarga ilinyapman. Ya'ni bu o'zimizni xonadon bo'ladi do'stlar. Shu akalarimizni chaqirib bularni internetlardan ishlarini ko'rib shu yoqtiruvdik. Bundan tashqari yana nima xizmatlar bor va bularni yana bir qator do'stlarimizga tushuntirib berib qo'ysanglar. Avvalambor assalomu alaykum. Asloni kuchenniy garnitur yasaymiz. Kucheniyda shu noldan putkizib chiqib ketamiz. Hamma yo'qni ichida qilib, kafellargacha hamma yo'qni qilamiz. Do'stlar, kafel bo'ladimi? Xullas mana o'zlari, ya'ni bu ish tez bo'ladi ekan. Bu bir pastada o'zi kechagimdaylar mana chaqiruvdi, kelishuvdi, bir pas ichida mana o'zi chiroyli qilib putkizib berishdi. Bularimizni ham svetlarini shu klientlar qanaqa desa qilib bera olasizlar, to'g'rimi? Xohlaganda svet olib. Misol uchun bizga bu oq yoqqan bo'lsa, kimgadir buni misol qorasi yoqar, do'stlar. Misol kataloglar bordir sizlarda. Bor. Do'stlar, kataloglar bo'ladi. Kelib, misol ko'rishib turib, tanlaysizlar bizga manaqa narsa bo'ladi yoki internetdan ko'rib turib, misol bizga manaqa narsa qilib bering deysiz, xudo xolisa bu akalarimiz komandasi bor, chiroyli qilib berishadi. Mana hammasi joy-joyida. Mana bu yerda xolodilnik joylari. Do'stlar, kimlarga shu akalarimizni shunaqa xizmatlari kerak bo'lsa, hozir biz bu akalarimizni telefon raqamlarini aytamiz. 556 bilan 12 62 42. 556 bilan 12 62 42. Do'stlar, nomerlarni yozib oldinglar. Hammanglarga katta rahmat.